Assalomu alaykum. Hajjayev Mez o'quv markaziga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan amallar ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Ushbu sahifa albatta sizga foydali bo'ladi. Amallar ketma-ketligi nima o'zi? Bilasizlarmi? Har xil narsalar bilan boshlar ortib o'tirmayman. Kelinglar undan ko'ra sizlarga oson usulini o'rgataman. Har doim birinchi bajaradigan ishlar bu qavs ichini ishlash. Ikkinchi ishimiz esa ko'paytirish va bo'lish amallarini ketma-ketlikda bajarish. Uchinchi ishimiz shunchaki hammasini qo'shasizlar yoki ayirasizlar. Bularning barchasi amallar ketma-ketligi hisoblanadi. Xo'p, kelinglar unda amallar ketma-ketligiga doir bitta misolni ko'rib chiqamiz. Demak, aytganimdek, birinchi qavs ichi bajariladi. 82 ga ko'paytirsak, kelinglar shuni og'zaki qilib ketaylik. 80 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 160 bo'ladi. 200 dan 160 ayirsak 40 javobi kelib chiqadi. Endi birinchi ishni bajardik. Ikkinchi ishimiz nima edi? Ko'paytirish va bo'lish amallarini ketma-ketlikda bajaramiz. 12 ni 10 ga ko'paytirsak 120, og'zaki. 120 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 24. Xo'p, 24 chiqadi. Endi nima edi? 120 ni qavsdan chiqqan javobga nima qilamiz? Ko'paytiramiz. Bizda 3-ishimiz bo'ladi bu. 120 ni 40 ga ko'paytiradigan bo'lsak, oson yo'li 12 ni 4 ga ko'paytiramiz, 48 bo'ladi va 2 ta 0 ni qo'shib qo'yamiz oxiriga. Shunda bizda ketma-ketlikda hamma javoblari chiqdi. 3-ishimiz bizda qo'shish va ayirish amallarini bajarishimiz kerak. Qo'sh amalini ko'rib chiqamiz. Bir chekkadan qo'shadigan bo'lsak, 24 ga 4800 ni qo'shamiz. Buni javobi shunda necha bo'ladi? 4824. Ilm tarqalishiga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Buning uchun ushbu videoni matematikani endigina o'rganishni boshlagan do'stingizga yuborib qo'ying. Xo'p, endi anchagina murakkabroq bo'lgan misolni ko'rib chiqaylik. Demak, birinchi qavs ichini bajaramiz. Birinchi qavs ichida ko'paytirish bo'lish amallari turibdi. Birinchi qilgan ishimiz bularni ko'paytirish, bo'lish va qo'shish. Undan so'ng ikkinchi qavsimizga o'tamiz. Bu 4-ish bo'ladi bizda. Xo'p, 4-ishdan keyin biz qiladigan ishimiz hamma ko'paytirish va bo'lish amallarini bajarish, ya'ni qavsdan keyin. Xo'p, birinchi 25 ga ko'paytiramiz birinchi qavsimizni. Keyin 4-ishimizdan keyin 5-ish bilan 6-ishni bajaramiz ketma-ketlik. Oxirida ikkita qavs ko'paytirganimiz bo'lganlarimizni javoblarini ayirib qo'yamiz. Xo'p, endi buni ishlanishiga keladigan bo'lsak, birinchi 105 ni 28 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 28 ga ko'paytirsak bizda 5 kere 8 40, 4 dilda 0 kere 8 0, 4 bo'ladi. 1 kere 8 8. Xo'p, ikkinchi ishimiz 7236 ni bo'lishimiz kerak 18 ga. Xo'p, 18 72 ning ichida 4 ta bor. Shuning uchun 4 yozamiz. Ayiradigan bo'lsak, bizda 0 javobi kelib chiqadi. Xo'p, endi 3 raqami tushadi. 3 18 yetmagan uchun yana bitta 6 ni ham tushiramiz. Bizda har doim qoida, eslab qolinglar, ikkita raqam tushirganimizda o'zimizdan bitta 0 qo'shamiz. Shunda endi 36 ning ichida 18 ikkita bo'ladi. 2 kere 18 36. Ayiradigan bo'lsak 0. Endi 3-ishimiz bizda birinchi bilan ikkinchi ishimizni qo'shish bo'ladi. 840 ga 402 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, necha bo'ladi? 2 4 12. 1242 javob. Xo'p, bu bizda belgi sifatida dumaloq qo'yib qo'yaylik, oxirida kerak bo'ladi. 4-ishimiz bizda 4217 dan ayiramiz 1823 ni. Keling, shuni boshqatdan yozaylik. Og'zaki qilib ketaylik. 7 dan 3 ayirsak 4, 11 dan 2 ni ayirsak 9, 1 dan 8 ayirsak 3. Endi 4 dan bitta dil qarz olganim uchun 3 bo'lib qoladi. 3 dan 1 ayirsak 2. 2394 javob. Endi ketma-ketlikda bajarishni boshlaymiz. 5-ishimiz. 5-ishimiz bizda qavsdan chiqqan javobni ko'paytirishimiz kerak. Qavs ichi bizda 1242 chiqqandi. 1242 ni 25 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirganimizda 5 kere 2 10 bo'ladi. 1 dilda 4 kere 5 20, 21, 2, 6. Xo'p, 4, 8, 4, 2. Endi bularni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, bizda 0, 5, 0 1 dilda har doim nima qolgan bo'lsa qo'shib qo'yamiz. 6 ga 4 10 bo'ladi, 1 dilda bilan 11. 31050 javobi. Endi bizda
5-chi ishimiz ketdi. Bu yoqda adashibmiz. Bu 6-chi ish bo'ladi, keyin 7-chi ish. Xo'p, 4-chi ishimizdan chiqqan javobni 6 ga bo'lishimiz kerak. 23 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda nechta bor? 3 ta. 18 bo'ladi. Buni ayiradigan bo'lsak 5. 5 yetmaydi, shuning uchun 9 ga tushiramiz. 6 kere 9 bizda 54 bo'ladi. Ayiradigan bo'lsak 5. Endi 4 ni tushiramiz. 54 ichida 6, 9 ta. Yozuv sal xunuk, to'g'richinsizlar. Ekranda yozish qiyin bo'lyapti. 399 javob kelib chiqadi. Endi bizda keyingi ish chiqqan javobni 25 ga ko'paytirish. 399 ni 25 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 9 kere 5 45, 4 dilda 49, 4 dilda 19, 18, 1 dilda 19, yana 1 dilda 7 javobi kelib chiqadi. Qo'shadigan bo'lsak, endi 5 bo'ladi, 9 ga 8, 17, 1 dilda 19, yana 1 dilda 9. 9975 soni kelib chiqdi ko'paytirganimizda. Endi oxirgi qiladigan ishimiz ikkita qavslarni bajardik, ko'paytirdik, bo'ldik. 3-ishimiz nima edi bizda? Albatta bu qo'shish yoki ayirish. Bizda ayirish amali bo'lgani uchun 5-ishimizdan oxirgi 6-ishimizni ayiramiz. Bizda 5-ishimiz 31050 chiqqandi. 31050 dan ayiramiz. Nechini? Albatta oxirgi ishimiz 9975. Xo'p, ayiradigan bo'lsak, necha bo'ladi? 5. Bir qarz olgandik, 10 bo'lish uchun 14. 14 ni 7 ni ayirsak 7. Yana bir qarz olgandik, bu 9 bo'ladi. 9 dan 9 ayirsak 0. Endi xo'p, qarz olgandik, bu 9 bo'lib qolgandi. 9 dan 9 ayirdik, 0 bo'ldi. 11 dan 9 ayiradigan bo'lsak, 2. Bir qarz olganimiz uchun bu ham 2 bo'lib qoladi. Bu oxirgi javobimiz 22075. Mustaqil ishlashingiz uchun quyidagi misollarni tayyorlab qo'ydim. Ularni birma-bir ishlang va javobingizni izohlarda yozib qoldiring.